Assalomu alaykum ahli guruh. Mana kechki tomosha. Bizning qo'ramizda chiroyli savdo bo'ldi. Ukamiz bu odam tanimagan odam bo'lmasa kerak, Ibodov Nodir doktor. Ukamiz qo'ramizga kelib mehmon bo'lib keldilar. Mana shu 4 ta qo'yga ishqoz bo'lib, xudo xolasa yangi boshlovchilar mushora qilib narxini chiroyli qilib kelishtirib berdi. Baraka toping. Biz ham baraka topaylik. Qo'ydan bular baraka topsinlar, puldan biza baraka topinglar. Endi narxini aytmadi mayli endi. Siylab berdi. Alloh barakasini bersin. Barakasini. Keyin yaxshi naslga tushsin. Inshaalloh. Rahmat. Alloh hammamizning chorvamizga baraka bersin. Qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Otilgan qo'chqorimiz qora marvarid. Bu 80 qo'chqorimizning o'g'li, onasi elitni hiqsori, otasi 80 qo'chqorimiz. Tak, 1 yoshu 1 oylik bo'ldi, 14 oylik bo'ldi, xudo xolisa. Parametriga keladigan bo'lsa 93-95 bo'yi, quloq 20. Mashalloh deb qo'yasizlar. Tegidan zo'r naslga tushsin, buyursin. Bu qo'chqorimiz 11 oylik bo'lib qoldi shakl, xudo xolisa. Bu ham 80 ni o'g'li, quloq 22, 21 plus ham bo'ladi. Bo'yi 85-87 atrofida. Uni tegidan ham zo'r naslga tushsin. Mana bu ikkinchi qo'chqorimiz. Mana yana bitta uchinchi qo'chqorimiz 14 oylik. Bo'yi 90-92 atrofida, quloq 20. Sharpeni o'g'li. Mashalloh deb qo'yasizlar. Mana sotilgan 4-qo'chqorimiz Bayarri nabirasi bo'lib qoladi. Bizda otasi bizda Dom 1.6 lik bo'yi, 1.6. Buni bo'yi mana 11 oylik bo'lyapti. 88-90 atrofida. Quloq 19 plus 20 ga borgan. Bu 4-qo'chqorimiz. Mashalloh deb qo'yasizlar, tegidan zo'r nasllar bersin. Mana go'zallik. Alloh hammamizdan chorvamizga baraka bersin.